Assalomu alaykum. Qadrli qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, shinam, fayzli, cho'mtebop xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Chirgili Shrotkada do'stlar. Yubileyka magazini va mashina bozorini shundoqqina orqasida joylashgan ushbu 4 qavatli domda 3-qavatdan 3 xona, 4 xona qilingan. Undan tashqari ikkita tomonda balkonchigi bor, verandalari bor. Kvartiramizni sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Bu kirish qismi proxod hol. Kirganimizda bu tomonda do'stlar sanuzel hojatxonasi bor. Ko'rishingiz mumkin holatda shu ko'rinishda. Kimgadir ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kirish qismi eshiklari temirdan, devorlar aboy qilingan. Uyimiz jihozsiz sotiladi do'stlar. Gaz, suv, svet va kabeldan muammo yo'q. Xo'p, o'ng qo'ldagi birinchi xona bu mehmonxona qismi do'stlar. Mehmonxonamizga ham o'zlaringiz baho berib turinglar. Juda ham ajoyib holatda. Remontlari yaxshi. Endi qaysi bir jihozlari kelishilgan holatda ham bo'lishi mumkin va buni o'zini balkonchigi bor, ko'rishingiz mumkin. Buni endi siz bemalol sklat qo'yishingiz bo'ladi. Bu tomondan mashina bozoriga qarab turibdi do'stlar. Katta yo'lda bo'yida joylashgan. Maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, klinika, masjidlar yaqin. Bu hududga ham 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Xo'p, koridor orqali shunaqana kirganimizda avval oshxona bo'lgan, hozirgi kunda bolalar xonasi sifatida ishlatilyapti. Aytib o'tgandek, uyimiz 3 xona, 4 xona qilingan do'stlar. Xo'p, o'tdan chiqqanimizda kattagina mehmonxona remontlari zo'r holatda. Menga misol uchun uyimizni holati, remontlari yo'qdi do'stlar. Va aytib o'tgandek, uyimiz 3 xona, 4 xona qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin, balkonchikka oshxonamiz chiqqan. Oshxonamizda barcha qulayliklarga ega. Bu tomoni domda oldi tomoniga qarab turibdi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring. Tashqari hududga ham chiqib, tashqari hududlarda ham sizlarga ko'rsatishga, tushuntirishga harakat qilamiz. Undan keyingi oxirgi xonamiz bu tomonda joylashgan. Siz xohlasangiz buni kattalar yotoqxonasi qilib qo'yishingiz bo'ladi. Xohlasangiz mana o'zlari bolalar xonasi qilib qo'yishibdi. Romlarimiz do'stlar akvaplast qilingan. Qo'limdan kelgancha obzor qildim. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishingizdan chiqmasin. Uyimizni 1 dan 5 gacha son bo'yicha baholab qo'yinglar. Endi asosiy joyga yetib keldik. Uyimiz narxi qancha degan insonlarga uyimiz narxini uy egalari tomonidan 25 ming dollar baho so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor ekan. Ko'ringlar, kelinglar, gaplashinglar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, uyimiz zudlik bilan sotilar ekan. Sababi uy egalari do'stlar pul zarur ishda hovli olishdi. Shuning uchun kvartirani sotib olishyapti ekan. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududni ham ko'rsatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Xo'p do'stlar, kirish qismi eshigi. Uyimiz 3 qavatli domda, 4 qavatli domda 3-qavatda joylashgan. O'rta podez, skvoznoy holatda. Podezlariga ham o'zlaring baho beringlar. Toza, pokiza holatda. Podezda gulga qiziqadigan insonlar ham bor ekan. Mana bunaqangi gullarni chiroyli qilib qo'yishibdi. Endi domimizni oldi tomonga o'tib, oldi tomondagi sharoitlarni ham birgalikda ko'zdan kechiramiz. Xo'p do'stlar, podez qismi kirish eshiklari temirdan qilingan, tinch hududda joylashgan. Bu domimizni tashqi fasad qismi. Uyimiz oldida mashinaga, parkovkaga joylarni qilib qo'yishgan. Hududga o'zlaringiz baho berib turinglar do'stlar. Kirgili hududini eng chiroyli joylaridan bittasi. Hozir men bu tomonga yuraman. Bu tomondagi sharoitlarni ham sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirib beraylik. Sababi biz erinmaymiz. Nima uchun degan savolga domimiz oldida qanaqa qulayliklar bor, qanaqa sharoitlar bor degan insonlar juda ham ko'p. Shuning uchun sizlarni bu tomondagi sharoitlar bilan ham qo'ldan kelgancha tanishtiraman. Xo'p do'stlar, uyimiz oldida magazini bor ekan. Hududni ko'rib turibsizlar. Shu yerdan shuncha yurasizlar, mana katta yo'lda bo'yiga chiqsa bo'ladi. Sababi chap qo'l tomonimizda mashina bozori bor. Shrotkaga bilasizlar, mashina bozori ko'chib kelgan. Agar sizga mashina zarur bo'lsa ham bemalol shu yerdan topsangiz bo'ladi. Bu tomonga Chirgili Ablosnoyga chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu tomonga Sharq mehmonxonasi tomonga ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizni YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. E'lonlar uchun nomerlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringda. Shahar ichi e'lon narxlari 250 ming so'm bo'ladi do'stlar. Shahar tashqarisi kelishilgan holatda bo'ladi. Keyingi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.